Yig'indi va ayirma uchun formulalar keltiramiz. Birinchi. Yig'indining sinusi va ayirmaning sinusi. Yig'indisini qarab chiqaylik. Xo'p, bu ifodamiz nimaga teng? Sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Ayirmaning sinusini qo'shish formulasida keltirgandik. Sinus alfa kosinus beta minus kosinus alfa sinus betaga teng. Mana bu ikkalasi o'xshash hadlar. Bu ikkalasi ixchamlashadigan bo'lsa, natijada 2 sinus alfa kosinus beta ifodaga kiritganmiz. Hop, bundan keyinroq foydalanamiz. Deylikki, ikkinchi. Yig'indining sinusi va ayirmaning sinusi. Ayirmasini qarab chiqaylik. Yig'indining sinusi sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Ayirmaning sinusini yozsak, sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta bo'ladi. Mana bu ikkita had qarama-qarshi ixchamlashadi. Natijada 2 sinus beta kosinus alfa ga kelyapmiz. Uchinchi, yig'indining kosinusi hamda ayirmaning kosinusi. Yig'indisini qarab chiqaylik. Hop, bu ifodamiz kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus betaga teng. Ayirmaning kosinusini kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta desak, mana bu ikkala ifodamiz ixchamlashadi. 2 kosinus alfa kosinus beta qoladi. To'rtinchi, yig'indining kosinusi va ayirmaning kosinuslari. Ayirmasini qarab chiqaylik. Hop, bu ifodamiz kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Hop, bu ifodani yozadigan bo'lsak, kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta keladi. Qavsni ochsak, mana bu ikkalasi qarama-qarshi ifodalar ixchamlashadi. Minusdan 2 sinus alfa sinus beta ga keladi. Hozircha shu qismni yozib turinglar. Demak, yuqorida keltirgan formulalarimiz yig'indi va ayirmani sinuslari yig'indisi 2 sinus alfa kosinus betaga teng bo'ldi. Yig'indi va ayirmaning sinuslari ayirmasi 2 sinus beta kosinus alfaga teng bo'ldi. Yig'indi va ayirmaning kosinuslari yig'indisi 2 kosinus alfa kosinus beta bo'ldi.
yig'indi va ayirmaning kosinuslari ayirmasi minusdan 2 sinus alfa sinus beta ga keldi. Bularni to'rttalasini ham burga keltirdik. Hop, shu yerda alfa plus betani qandaydir x burchak deylik. Alfa minus beta burchakni esa qandaydir y burchak deb olaylik. Agar bu ikkala tenglikni qo'shsak, qo'shib yuborsak, ikkita alfamiz teng bo'ladi x plus y ga. Shunami? Birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikdan ayirsak, ikkita beta teng x minus y bo'lyapti. Hop, bundan alfani topsak, alfamiz x plus y taqsim 2, betamiz esa x minus y taqsim 2 ga keladi. Mana bu alfa plus betalarni o'rniga x ni yozaylik. Alfa minus betalarni o'rniga y ni yozaylik. Alfalarni o'rniga x plus y taqsim 2, betalarni o'rniga esa x minus y taqsim 2 ni yozadigan bo'lsak, birinchi tengligimiz sinus x plus sinus y teng 2 sinus x plus y taqsim 2 kosinus x minus y taqsim 2 ga keladi. Ya'ni sinuslar yig'indisini ko'paytma shakliga keltirdik. İkinci formulamızda alfa plus betamiz x dedik, alfa minus betani y dedik. Sinus x minus sinus y teng 2 sinus betamiz x minus y taqsim 2 bo'lirken, kosinus alfa esa x plus y taqsim 2 bo'lar ekan. Biz hozir sinuslar ayirmasini ko'paytma shakliga keltirdik. Alfa plus betani x dedik, alfa minus betani y dedik. Üçüncü ifodamiz kosinus x plus kosinus y teng 2 kosinus x plus y taqsim 2 kosinus x minus y taqsim 2 bo'lyapti. Kosinuslar yig'indisini ko'paytma shakliga keltirdik. To'rtinchi, buni o'rniga x, buni o'rniga x, y yozsak, kosinus x minus kosinus y teng minusdan 2 sinus x plus y taqsim 2 sinus x minus y taqsim 2. Mana shu ko'rinishda demak formulalarni keltirdik. Yig'indi va ayirmaning sinus kosinuslari uchun formulalar yozib olasizlar. Hop, ko'paytmani yig'indiga keltirish formularini keltiramiz. Buning uchun bizga mana bu tengliklar kerak. Keltirilgan 4 ta tengligimiz bu. Hop. Mana bu ifodada 2 bo'lish bo'lsa, nimaga kelamiz? Sinus alfa kosinus beta teng 2 bo'lish bo'lyapti. 1 taqsim 2 sinus alfa plus beta plus sinus alfa minus beta ga kelyapti. Birinchi formula. Sinus bilan kosinus ko'paytmasini yig'indi shakliga keltirdik. Uchinchi tenglikda mana bu 2 bo'lishib o'tadigan bo'lsa, kosinus alfa kosinus beta teng 1 taqsim 2
kosinus alfa plus beta plus kosinus alfa minus beta keladi. Ya'ni kosinuslar ko'paytmasini yig'indi shakliga keltirdik. 3-tenglikdan foydalanib. 4-tenglikda -2 chapga bo'lishib o'tsa, o'ngda sinus alfa sinus beta -2 bo'lishib o'tadigan bo'lsa, 1/2 kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta qolyapti. Sinuslar ko'paytmasini yig'indi shakliga keltirdik. Xo'p, mana bunda keltirib o'tirmadim. 2 ga bo'lgan taqdirimizda sinus bilan kosinus ko'paytmasini yig'indiga keltirgan bo'lamiz. Sinus bilan kosinus ko'paytmasini yig'indiga keltirish formulamiz bor. Mana bu ikkalasidan bitta narsaga kelinadi, shuning uchun yozib o'tirmadim. Sinus bilan kosinus, kosinus bilan kosinus, sinus bilan sinus ko'paytmalarni yig'indi shakliga keltirdik. Yozib olasizlar. Mana bu 3 ta formulamiz bizga kerak. Endi avval aytganim, formulani isbotlash oson bo'lsa, isbotini o'rganib qo'yasizlar. Yodlash oson bo'lsa, yodlab qo'yasizlar. Ikkalasi ham qiyin bo'lsa, yozib olasizlar. Yozib olinglar. Misol qaraylik, sinus alfa, sinus 60 minus alfa, sinus 60 plus alfa ifodani soddalashtiraylik. Deylik, xohlagan ikkita sinus ko'paytmasini yig'indi shakliga keltiraylik. Mana bu yerda formula keltirdik. Sinus alfa sinus beta ko'paytma shunga teng ekan. Xo'p, sinus alfani o'z holicha yozamiz. Mana bu ikkita sinuslar ko'paytmasini yig'indi shakliga keltirsak, 1/2 kosinus 60 minus alfa minus 60 minus alfa. Kosinus alfa o'rnidan 60 minus alfa, beta o'rnidan 60 plus alfa qo'ysak, mana bunda 60lar aqchamlashadi, bunda esa alfa bilan alfa qarama-qarshi aqchamlashadi. Xo'p, 1/2 sinus alfa qavsni ichida kosinus minus 2 alfa minus kosinus 120 gradus qolyapti. Kosinusda argumentda minus kelsa, minusni kosinus yutadi. 1/2 sinus alfa kosinus 2 alfa. Kosinus 120 gradusdagi qiymatni bilamiz. Minusdan ilzosida 3/2 ga teng. Qavsni ochaylik. Aytgancha kosinus 120 gradusda minus 1/2 edi. Qavsni ochaylik. 1/2 sinus alfa kosinus 2 alfa plus 1/4 sinus alfa ko'rinishga keladi. Minus minus plus bo'ldi. 1/2 bilan ko'paytirdik. Endi xo'p, mana bu sinus bilan kosinus ko'paytmani yig'indi shakliga keltiraylik. Mana bu birinchi formuladan foydalanamiz. Birinchi formulaga ko'ra 1/2 sinus bilan kosinus ko'paytmasi bo'lsa 1/2 sinus alfa plus 2 alfa sinus alfa minus 2 alfa plus 1/4 sinus alfa. Xo'p, 1/4 qavsni ichida sinus 3 alfa. Mana bu yerda minus bo'lyapti, plus sinus minus alfa 1/4 sinus 3 alfa. Sinus alfa ekan. Sinus alfani o'zi mana. Qavsni ochsak 1/4
sinus 3 alfa. Sinusda argumentda minus kelsa, minus oldiga chiqadi. 1 taqsim 4 ga ko'paytirsak, minus 1 taqsim 4 sinus alfa plus 1 taqsim 4 sinus alfa. Bu ikkalasi ixchamlashsa, natija 1 taqsim 4 sinus 3 alfaga kelamiz. Yozib olasizlar. Demak, bu yechgan misolimizda sinus alfa sinus 60 minus alfa sinus 60 plus alfa 1 taqsim 4 sinus 3 alfa. Natijaga kelib qoldik-a? Xuddi shunga o'xshash misol kosinus alfa kosinus 60 minus alfa kosinus 60 plus alfa. Keltirsalaring, buning uchun ixtiyoriy ikkita kosinus ko'paytmasini yig'indiga keltirib yechasizlar, xuddi birga o'xshash. Buni endi o'zlaring mustaqil bajarib ko'rasizlar. Natijasi 1 taqsim kosinus 3 alfa ga kelishi kerak. Uchinchi, sinusning kosinusga nisbati, bu bilan bu nisbati nimani beradi? Tangens alfani beradi. Bu bilan buni nisbati-chi? Tangens 60 minus alfani beradi. Bu ikkalasining nisbati tangens 60 plus alfani beradi. Xo'p, bu ikkalasining nisbati bo'lsa 1 taqsim 4 lar qisqaradi-da, bu ikkalasining nisbati nimani beradi? Tangens 3 alfa beradi. Deylikki, masalan, tangens 20, tangens 40, tangens 60, 80 gradus. Qiymatini hisoblash kerak bo'lsin. Mana bu tenglikdan foydalanishimiz mumkin. Keltirilgan tenglikdan tangens 20 40 gradusni 60 minus 20 desak, 80 gradusni 60 plus 20 desak. Hop, mana ifodamiz 3-tenglikka mos kelyapti. Alfalarning o'rnidan bizda 20 kelyapti. Shunda tangens 3 alfa o'rnidan 20 yozyapmiz. Hop, tangens 60 gradusga keladi. Tangens 60 gradusdagi qiymatchi. Hop, ilzosida 3 ga teng. Deylikki, kosinus 20, kosinus 40, kosinus 80 ko'paytma berilgan bo'lsin. Bu ifodada mana ikkinchi tenglikni qo'llashlari mumkin. Yoki bo'lmasa, yana boshqa bir usulda qarashimiz mumkin. Sinus 20 ga ko'paytirib bo'laylik. Demak, ifodani sinus 20 ga ko'paytirib bo'lishimiz qiymatga ta'siri yo'q. Sinus 20 bilan kosinus 20 ko'paytmasini qanday yozsak bo'ladi? 1 taqsim 2 sinus 40 gradusga keladi. Kosinus 40, kosinus 80. Mahrajda sinus 20. Hop, sinus 40 bilan kosinus 40 ko'paytmasi ikkilangan burchak sinusiga keladi. Hop, 1 taqsim 2 sinus 80 kosinus 80. Mahrajda sinus 20. Sinus 80 bilan kosinus 80 ko'paytmasini ikkilangan burchak sinusiga ko'ra yozsalaring, 1 taqsim 2 sinus 160 bo'ladi. O'z navbatda
Hop. 160 gradusni 180 minus 20 ko'rinishda yozsak, hop, 1/8. Keltirish formulasiga ko'ra bu sinus 20, makrajda sinus 20. Demak, sinus 20 ga ko'paytirib bo'lgandik. Sinus 20larimiz mana hisoblashdi, yordam berdi. Qisqargandan keyin 1/8 qiladi. Yozib olasizlar.